Alaykum Chorva House obunachilari. Mana Marif dodamizni hamma taniydi. Xudo xolasa Marif dodamizga ikkita sigir berdik. Alloh rozi bo'lsin. Marif doda nima deysiz sigirlarni? Men masalan roziman. Mana shunaqangi Rossiya mollarini olganimga roziman. Buni govdasini ko'rib, bo'yini ko'rib, bunaqa sigirlar yo'q. Alloh rozi bo'lsin. Bunaqasi. Sizdan ham. Ham bu birinchi bolasini mana tug'ishi, mana bu ham, mana bunisi ham. Alloh rozi bo'lsin. Bu endi yo'q deganda 20 litr sut bor-da bular. Garantiya doda, garantiya. 20 litr. Olgan odam baraka topadi bundan. Nima qilasiz? Tavsiya qilasizmi? Hamma shu kelishsinmi? Kelib mana shu yerdan olsin. Molni tozaligini qarang. Ha. Molni qarang tozaligini. Joni sog' bo'lsin. Shu o'zi bo'lmaydi. Joni sog' bo'lsin. Molga. Mana yaqinda bitta chaqaloqni olib keladilar. Ha. Ana undan keyin sutga bemalol kelaverasizlar. Eng zo'r sutlar, qaymoqlar hammasi bizda bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Kelinglar. Ozgina qoldi xolos, 5-6 ta mol qoldi xolos. Kechani o'zida 30 ta mol sotildi. Xudo xolasa. Yana qilib beraman dodam sizga. Ana bo'ldi. Xudo Xudo xolasa. xolasa bir 50 ta qilib beraman. Hammanglarni kelib mana shu yerdan xarid qilishinglarni so'rab qolaman. Yana Xudo xolasa bu ikkitani men bitta ikkita olamiz-da. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bo'ldi. Xursand bo'lsanglar bo'ldi akalarim. Xudo xolasa mana dodalarni kevrasizlar. Arzonchi akani fermasiga 99 kodi bilan 106 4 ta 4 bizning nomerimiz. Mana bunaqa pechat bir-biridan pechat sigirlar kelaveradi. Xudo xolasa. Olib chiq bir dodamga ko'rsat. Olib chiq mashmolni. Xudo xolasa Xorozimga ketyapti. Hozir ko'chaga chiqardim boshqacha ko'rinadi. Ha. Dodam tag'in mani YouTube'da arzon etyapti, qimmat etyapti. Nech pul bo'ldi o'zingizdan eshitdinglar narxini? 52 million bo'ldi, ha? 52 million. Bo'ldi mana dodam. 52 millionga xudo xolasa dodamga berdik. Xorozimga ketdi mana shu mol. Hamma joyga solishtirib olaverasizlar. Joning sog' bo'lgur. Bir korotkiro video qildik. Sog' salomat bo'linglar. Kelishursinmi dodam? Kelaveringlar. Ana molni qarang. Ham chiroyli mol. Chiroyli moldan chiroyli bola tug'iladi. Eng toza sutlar mana shu yerda.